Çapsan buluq Salime. Mening ishim bitdi. Juring, men bilan. Nega bormiz? Kiyimimni yangi so'zlab bo'ladi. Bo'ldi, mushuni kiyivering. Bo'lmasa o'zgaramaymiz. Tez bo'ling. Soat nega bormiz? Men qamoqsiz. Siz meni qamoqchi. Salime, tezroq bo'ling. Yo'q, Farhod. Biz nega bormiz? Menga aniq aytib ber. Buni so'ramayman bilanmi? Yo'q, Farhod. Meni qo'yingsan. Gapimni angla. Yo'q, men tezroq bo'ling, Salime. Yo'q, men hech narsa bo'lmayman. Meni qo'yingsan. Yo'q, Farhod, meni qo'yingsan. Meni qo'yingsan, Farhod, men bo'lmayman. Mende cho'qim bir ishni yo'shiryapsiz. Salime, mashinaga chiqing. Tezroq bo'ling. Salime, mashinaga chiqing. Nimada qilasiz? Saqchilarning kagini bilaman. Hech narsani o'qimaysiz. Tezroq mashinaga chiqing. Nimada qilasiz, Salime? Gapimni angla. Hech narsani olmagan. Hech narsa olma. Hamma narsa biladi. Qizchaq, ustab ketdi, hakamamsiz. Bo'ldi. Nimaga baqiraysizlar? Nima degan oldirang'uliq bu? Qizchaq, hali chiroyli ayol xo'jayin qani? Bu chayning bir piyolasi 1 mo'chan, 2 piyolasi 2 mo'chan. Ichamsiz? Voy, mashina qimmatmi? Qimmatganmish dahi. Gapinglar bo'lsa Salimaga demamsizlar. Ular keldi. Ana, ayol xo'jayin keldi. Shu, ana. Voy, qarang sizni, erib charchab ketibsiz. Gulnaz, mehmonlar chay qo'ying. Mana. Rahmat. Ko'pchilik hozir e'lonlar, xotirmanglar. Mani ko'rdinglarmi? Hey, pulchi. Qancha? 2 mo'chan. 2 mo'chan. Ma'qul. Mana. Biyasi, oltin deb qimmatgan. Hey, biyasini qisqini ko'rdingmi? Hey, Musullar jamba qislardan emasmi? Nima yo'lsizlik qilsiz? Hey, pulni berdim-ku. Keyin nima deysizlar? Ketiringlar. Sizda ishingizni beringlar. O'ltiring. Raskatni qilsam, bu yerdagi suv oltindami qimmatlik. Oltin bo'lmasa, odam o'lib qolmaydi. Lekin suv bo'lmasa, bu yerdagilarning birsin o'rtirolmaydi. Siz 3 stakan ichdingiz, shunga 6 mo'chan berishingiz kerak. Lekin 2 mo'chan berdingiz. Snippet. Haqlarning xo'jayinlar ayol xizmatchi oladi. Ayol xo'jayinlar xizmatchi oladi degani rastganda, qarasam u senga shunday yumshoq gap qildi ekan. Men hech bilmadim mana. Xursandlik qilma. Bugun atigan so'g'ib berib shuncha ayol bo'g'iningni menga demeding-ku? Yo'lbek eskiga. Bu to'lxotinning achchig'i yomon deb burunla degandim. Biz bu yerda ishlamay kessak bo'ladi. Xo'jayin, so'dini sizda qilsa baldirli boyib ketirgan o'xshaysiz. Men boyavsam sizga nima bo'pti? Tayyor pulni topmay, bu yerda jon qiynag'anning nima foydasi, ha?
Bana bir yerde qancha pul bergan bilan hargiz ishlamayman. Bu cho'lda mang'an har qanday odam bu yerda to'xtamay o'tmaydi. Emse sizmi çayxonada birini içip varsınız mı? Voy men bir qo'rqanchoq mushmiyalsimi qo'rqib ketaman. Uning ustiga muncha ko'p odamdan xabar ep bo'lolmayman. Qandoq dedim Sidiq? Gulnar, qashqichlarni yig'ishtiranglar. Mana hozir. Mana. Mana. Hey, chaqan bo'linglar. Ha, kursimizni so'yib qilib mayga gapirish qildim. Mening o'rnim bu yerda. Mana. Hey. Ustam. Bir adam çıkmaptı. Nim bo'ldi? Ishida adam bormi? Bir adam chiqmabdi. Shundaqmi? Men berib qarab baqay. Sidiq! Gulnar! Yana chaqiryotdi. Bana. Sizlar berib siz izlab beqinglar. Mashinada bir odam kamkan. Bo'linglar. Hey, Sidiq, odam bormi? Sen mashinada men turgan bo'ldi. Chaqan bo'l. Odam bormi? Odam bormi? Mashina ma'nodgan bo'ldi. Odam bormi? Sidiq, bu yoqqa tush. Ya'ni shu Emin deyjankan-ku. U bizning xo'jayinni yoqtirib qolgan o'xshaydi. Sizlar o'ylab kirib qarab bakinglar. Hop. Kechiringlar. Yo'lovchilarning hammasi chiqib oldimi? Bir skam. Boş adam şumu. Yo'q, u qaltis kelishgan odamda. Bo'ldi, menga beringlar. Salima. Yaxshimisiz Emin deyjan. Neymiş yuzbadi? Tönügün kecha bir jinoyatchi turmadan qochib ketdi. Sizlar uning bu yerdan o'tganini ko'rdinglarmi? O qanday qadamkan? To'xtab turing. Qarab baking. Yo'q, ko'rmadik. Undaq odamning bu yerda o'tganini ko'rmadik. Sizlar bu odamni ko'rganmi? Ha? Ne? Ko'rmadim. Hey, sen ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim. Jira. Rostini aytganda jinoyatchini birli qarab tonavog'ini bo'ladi. U odamlarning ko'ziga udil qarayanmaydi. Odam boyagimi boranmaydi. Uning cho'li kirib ketish ehtimoli intayin yaqin. Agar gumonli odamlarni bayqab qolsanglar bizga xabar qilib qo'yasizlar. Salima. Bo'ladi. Ha, tamoq yetmanglar. Bugun yangi pomidor bilan loziba. Rahmat. Jinoyatchi ijroq ketamidi. Biz uni qo'g'limsak bo'lmaydi. Xayr xo'sh. Jiringlar. Xo'sh emsa. Ay, qara. Voy, ne ketdingiz? Mashina ketdimi? Ne vaq? Ular sizni yerimga saqladi. Zot nima qildingiz-sa? Taratga borman deb mashinaga ulgurmabdiman. Bu yerdan o'tadigan yana navbatchi mashina bormi? Bir qitimli ma'do. Navbatchi mashinaga chiqaman desangiz, at degangiz saqlaysiz. Andaqda bu yerda bir kech qo'nsam bo'lamdi. Bo'ladi. Yata qo'y, o yerda. Bir cho'ng
birisi kichik. O'zingiz tanlayveling. Gulnar! Sidiq! Siz o'rningizdan turib chaqirtinglar. Yo'lovchilarning keldigan vaqti bo'ldi. Asta. Bizni xo'jayin chaqiryapti. Har kuni shunday kirim qilishqimi ulgagili bo'lmasa. Hey, oyiqim. Mana. Paypiqimchu. Paypaq? Yengisi-ne? Mana bu 20 ko'ylak import qilingan paypaq. Xotin, biz tamoq yeymiz, kiyim kiymiz desak obda ishlab pul topmasak bo'lmaydi. Men ketaveray. Paypaqimni o'zing kiygin. Yaxshimisiz qo'ng'iston. Buni sizga olg'ish keldim. Rahmat. Qani marhamat. Choy iching. Rahmat. Bu qitim men sizlarga lozi bilan cheyiz og'ish keldim. Choy iching. Rahmat. Nayt joyda ish bo'pti. Ey, yo'dish. Yardım qilib-da, ko'mir. Rahmat. Yardım qilinglar. Rahmat. Nima degan kuchli? Qaltisgan. Salima, yana odam yallabsiz-da? Yo'q. U bu yerda qo'ngan mehmon. Shahar kirmoqchi ekan. U bir yo'lovchi. Sizlarning mashina ketyapti, yaxshi bo'pti ekan. Sizlar rastlamamsizlar? Bunda qisam qanday bo'ldi? Xo'jayin, Sidiq ikkimiz shuncha ko'p ish qildik. Endi kesak bo'la. Sidiq! Bu yoqqa kel. Salim hoca. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men bir kun ishlab andim mang'ay bo'lamdi. Xotin, biz aytmasa qanday? Aytgani mashina bormasmi? Sen ketmasang, men o'zim yolg'iz ketaveraman. Sizlar tuyuqsiz ketsanglar, men qanday qilaman? Sidiq, biz ketaylik. Nimaga tatishsin? Sizlar ketsanglar bo'lmas. Salimxon bu yerda qiynalib qoladi. Shu emasmi? Biz bilan kimning qari? Biz bundaq nomrat joyda turmaslikni burun o'ylash bo'lgandik. Shundaqmi, Sidiq? Sidiq, bir nima degina? Demamsan? Men sizlarga aytib qo'yay. Bu yerda ishlamasliklarini burunli bilgan bo'lsam, men sizlarni allaqachon ishlatmagan bo'lardim. Bu cho'l jaziraga o'zim yolg'iz kelgan. O'zim yolg'iz ishlayverman. Kettinglar, ketsa. Ketaveringlar. Amanlar, ketaveringlar. Ketinglar. Kechiringlar. Men sizlarni ustanmaydigan bo'ldim. Azroq yordamim tegadigan ish bo'lsa, bir necha vaqt tursam bo'laverdi. Bu qanday bo'g'ini? Siz lekin Sizni tushunaman. Menmi bir tijoratchi. Yaqindan bu yan ziyon tortib ketgachga, xoli bir joyni tepib turaymikin degandim. Menimcha bu yerda loyiq ekan. Hargiz boshqacha o'ylab qolma. Shundaqmi? Bu yerni yoqtirib qolgan bo'lsangiz, bu yerda turavering. Biroq Tönügün akşam konğan yatak uyingizda ayrim karvat yo'q. Sharoitimiz nachar. Agar sizga yollanib ishlasam, qanday qaraysiz? Bo'lmaydigan nemisi bor.
Biroq men yuqori ish haqqi beramayman. Xotirjam bo'ling, buning qaraydi chaqliq. Siz nima deb chaqirmisiz? Ismim Farhod. Sizning ismingiz nima ekan? Salima. Ustidagi uyda ishlaydiganlar turamda. Siz endi o ishlaydiganlar uyda turmay, mehmonxona uyda tursangiz qanday? Yotoq haqqingizni olmayman. Xo'jayin xonim. Xo'jayin xonim. Salima. Nima bo'ldingiz? Salima. Salima. Men tutma. Tirsamdil o'shilib qolaman. Ner ketam, ner mingdayman. Menga qo'yibdim. Qo'yibdim. Sizga yordamlashadigan odam yo'q tursa, nima ishga meni chaqirmadingiz? bu siz qildigan ish emas. Bu siz qildigan ish emas. O'qitingiz yomon emas-kan-a? Sizning yardamingiz bo'ldi. O'tdan ishlaydigansiz. Sizga qanday rahmat desam bo'la? Siz xush bo'lsangiz bo'ldi. Bu atrofda geolog atrofdagilar bormi? Buni so'rab nima qilasiz? Mundaqla so'rab qo'ydim. Meningcha, bu bepoyon cho'l jazirida cho'qim kan boyliq mo'l deyman. Shundaq. Geolog atrofdagilar bu yerdan pat o'tib turadi. Shundaq chaqlarda ular bu yerda tamoq yeb dam oladi. Men bo'ldingiz? Hech nima. Siz yap-yash turib, shundaq bir qamlashmagan joyda oshxona ochqiningiz nemisi?
bu çölde ussuzluktan ölüp ketadigan ish bo'lib turdi. Ba'zi giyolik atirdigilarmi ussuzlukdan ölüp ketadi. Sizning maqsadingiz mush cho'lda oshxona ichib, pul tepishganda, agar quduq qo'llangan bo'lsa, bu yerdan o'tadiganlarmi suvsiz qolmaskan. Shundoq. Farhod! Mehmon keldi. Tushinglar. Chiqa. Yaxshimisiz, Yaxshimisiz. Bizga bir choy damlab bersangiz bo'pti ekan. Bo'ladi, qani marhamat. Mana. Uni bu yerga o'ltirg'izib qo'yinglar. Qani, o'ltiringlar. Choy iching. Buni uning ushkizib qo'yinglar. İçe. Rahmat boshliq. Bilapsan. Aptap qalqinib o'lgin tas qolding. Bu cho'llikni sen ne qachalayding, ha? Qutuldirib qolganingizga rahmat boshliq. Rahmat. Onun cenni qutqizib qoldik. Aptap o'lgin tas qopdi. Hava nima degan issiq. Yeliqi ish ishlamchingiz qani? Shaharga kirib ketdi. Bir narsa yemsizlar. Bo'ldi, rahmat. Mashin deydigan narsa bor. Biz yo'lga chiqib necha kun bo'lib qoldi. Qaytib ketmasak bo'lmaydi. Biz mangaylik. Xayr. Mangaylik. Salim. Bir ish bo'lmaganmi? Hech yo'q. Nima bo'ldi? O'zingiz yolg'iz. Kerak yo'q. Hech yuz bermaydi. Ehtiyot qiling. Biror ish bo'lib qolsa, xabar qilasiz. Bo'ladi. Rahmat sizga imin deycan. O'zingiz asrang. Hey, nega vardınız? Men sizni nega vardınız davatime? Mehmonlar kelib ketdimi? Sağç kelib ketdi. Ular hali qoshqinni tutyapti. Siz sadi nega vardınız? O'zimning azroq ishim botdi. Nimanda xalis odam siz bu cho'l jazirada hadislar yo'qolib ketgansiz. Mendan gumonlanyapsizsiz? Bir tijorat qildigan odam bu yerga kelib menga yordamchi bo'ldingiz. Hey, meni kichik bola chaqlamang. Yolg'onni to'qib meni oldirmoqchi bo'lasiz.
Men rasıl ticaretçi, Xudoning oldida qasam qilib beralayman. Nemeli bo'lmasin? Tegtakningiz ayriqlamay qo'ymayman. Meni ketkizib o'tayramsiz? Açıqsam bo'lamdi. E'lonla. Çay demlab bersam bo'lamdi. Hech narsani bilmaydi ekansiz. Kechiring. Tunogimdan hozirgacha chiroyingiz ichilmadi. Men shahar kirib chiqaymikin deyman. 2 kunda yetib chiqaman. Bo'ptamsa. Shaqqingizni beribdi. Men ketaman demadim. Rasli bejardigan azroq ishim botdi. 2 kunda yonaman. Balkim men sizga biror narsani isbotlab beraman. Damca yeşil aktı gözümden bir damca yeşil aktı gözümden bir damca yeşil kan bulup aktı gözlerimde bir damca yeşil kan bulup aktı gözlerimde. Xap olmay bu gülni naqchi qizga opirib bergan bo'lsin. Ma'qul. Yigit sizga bu gulni sovg'a qildi. Rahmat. Hadiya. Ferhat. Seni ko'rib bek xush oldum. Ferhat, ne ketdingiz, sizni izlamagan yerim qolmadi. Bu gapni qo'yib turib, bir ishimga yordamlashsang bo'lamdi. Neymiş? Men quduq qazadigan bir ishni huddiga olgandim. Quduq qazadigan atrat bilan aloqa qilib bersan qanday? O olay ish. Mening bir tanishim suv idorasida xizmat qiladi. O aloqa qilish ba'zila ishning tutkuni. Lekin men sizni sevaman. Sizga cho'qinaman. Sizdan ayrılgım yo'q. Bu gapni qo'yib tur Hadiya. Buni qilma. Sen texmin tushunmaysan. Sizni uncha tushunib ketishning hojati yo'q. Sizni sevsammi bo'ldi. Siz hozir nega olmoqchi? Qachon qaytib kelasiz? Bu gapni keyin qil. İşim bek aldirash. Men adil quduq qazish atir-tirkilar bilan ko'rishsam qanday? Adila? Ha. Nima turyapsiz? Burunqi joyda. Birdamdil aloqa qilishib bo'lamiz. Men sizga Toshkentdan alayda akkagan. Siz eng yaxshi ko'radigan dafni sizga beraman. Va sizga hamroh bo'laman. Unda qilma. Agar mushunda qilsang, sening yordaming lozim emas. Bilasan-ku. Men o'zimdagi ko'na dafni chelishni bilaman. Selime! Rasıl qaytib keldingizmi? Qaranga, men nima yeb keldim? Quduq qazuvchilar. Quduq qazadigan bo'ldik. Avval ularni o'rinlashtirib o'taylik. Ishni ahdili boshlaymiz.
neyim qıqınız? Tushdan keyin quduq qazadigan joyini tekshiramiz. Muvaffaq joyni men bilime. Biroq Bilamsiz? Siz qandoq bilasiz? geolog atirtirgilarman deb bergan. Lekin bu bo'lmaydigan ish. Farhod, bu yoqqa keling. Adrat boshlig'i, avval narsalarni berib tushiritinglar. Nima demoqchisiz? Quduq qazishga tegishli pul menda yo'q. Qo'limdagisi yetmaydi. Quduq qazadigan pulni men to'lab etdim. Ular bilan to'xtamni tuzdim. Ya'ni belgilangan vaqt ichida ular quduqni qazib bo'lish kerak. Siz nemish bunday qilsiz? Sizga yordam qilay deyman. Tijoratchi ekanligimga endi o'shangansiz. Lekin men sizni yana tushunamadim. Farhod, bu yoqqa keling. Kiyimlaringiz qurib bo'ldi. Bu sizning kiyimlaringiz. Rahmat. Siz tek mening uyimga kirib baxmidingiz. Qani marhamat. Mamamsiz? Xo'jayinning men taklif qilishida cho'qim bir gap bor deyman. Siz Rasululloh, o'zingizning tijoratchi ekanligingizni meni ishontirish uchun mo'shuncha vala pulni xarjlab mush ishlarni qilyapsiz. Siz odatdagi bir ayol turug'liq, boshqalarni deb jafo chekyapsiz. Sizga yordam qilishim kerak-da. Lekin siz meni nemishga bunday qildiganligimni biror qaytam so'rab baxmidingiz? Bir odamning bunda qiyin turmush yo'lini tanlab olishi hargizmi o'ng'ay ish emas. Navoda xato paraz qilmagan bo'lsam, sizning beshingizdan nurg'un ishlar o'tgan. Siz nayt zo'r baxtga erishgan, nayt zo'r dard alamga kirib bo'lgan hayot. Shundoq. Mening baxtli chaqlarim bo'lgan. Nayt zo'r dard alamga tatgan. Halima! Mening mangzimga bir mang paydo bo'lib qoldi. Qarab beqinglar. Qarab. Yolg'onda. Qarab beqinglar. Müdürlüğüme kaldım. Müdür bilsem ona yıkılıp düşman. Siz gözünü bulam. Ben işkili koyup işte gerek. Ben işkili bekleyin lan. Ben işkili koyup. Gelin lan. Geolog atirtida ishlagashga qidirish xizmati bilan pat-pat sirtqa chiqib turadi. Ba'zida bir oy, ba'zida 2-3 oy qaytib kelmaydi. Keladigan chog'da doim shahar sirtiga chiqib uni saqlaydi. Selime. Anvar! Selime. Kaçıp geldin Osman? Qandaqdı o? O ölüp gitti. Şu günü qidirish xizmati bilan cho'lga bormoqchi bo'ldi. Men aytgandim. Unaqa lozimli narsalar tayyorlab berdim. Anvar, to'xtab tur. Men
Men bilan mangulik xo'shlashdik. U xristal izlab ketgan. Lekin qaytadigan chog'da u yo'ldan ezib qoldi. Boshqalar uni izlab topganda u allaqachon qahdan qurib o'lib ketdi. O usuzluqdan ölüp ketken caymış çöldü mü? Şundak. Avravam şunun mu? Bu onun küçük vakti çağır Raubbe. Yaxshimsan? Yaxshimsan. Nagmanding? Men hech nagmamadim. Mishad ishlayman. Birodar, men mo sana o'xshash mishad ishligini keldim. To'xtab tur. Nima deysan? Biz paranglashmadik. Nemini paranglashimiz? Sening kimligingni, na'din kelganingni, na'ga bordiganligingni bilgim kelyapti. Bunun sen bilan ne münasebeti bor? Ben degan saqchi. Sana deydigan gapim yo'q. Ferhat. Bu maynan mehmonda xabar eling. Emin deyacak qani o'tiram. Qani. Qani non bilishchan, eling. Qo'rimini keling. Balkim sana yardımın tegib qolar. Ben seni tanımayman. Durus. Biz ezelden ko'rishib bakmagan. Shundoq. Biz ko'rishib bakmagandan keyin sen yardımingdan keragi yo'q. Öpkani besib bak. Sendel biz yardım berishga tegishli bo'lgan odam. Bunayimni shu ishqa. Yaman odamdan yaxshi odam bo'lib o'zgarishimga yordam beramsa? Men seni shu xildagi odam dedimmi? Anda olsa yo'ling qilma. Emin deyacağım, o yenidən kelgan ishlamchi. Boshqa ish yo'qdi. Albatta boshqa ish yo'q. Men bu undaq bo'lishini xohlamayman. Men faqat sizning bexatarligingizni ko'z tutyapman. Kechiring Salima. Avar qilib qo'ydim.
qaranglarda bir ish bor o'xshamamdi. Zodi neymiş? Shuni tushunmamsiz. Siz degan tul xotin tursangiz, tushunishingiz kerak. Bundaq gapni qo'ying. Lekin siz saqchilardan qochib yuryapsiz. Ko'ryapsiz-ku, men saqchilar izlab yurgan jinoyatchi emas. Agar kunlarning birida siz meni tushunsangiz, men sizga hammani deb berman. Qapoma. Men quduq qazg'uvchilarni berib kelay. Salima, qara, suv chiqdi. O'zi bir necha kundan keyin turbi bilan bo'yliq boshlab kelman. Men ximir sug'urib qo'ygandim. Siz kiyimlaringizni almashtirib bering. Ularga men qaray. Ma'qul. Ha, keldik ha. Kelala. Ha, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Akaynimiz yana nachi mashina bor. Ha, yaxshi. Kelinglar, o'tiringlar. Chaqqan tomoq yenglar. Ha, chaqqan bo'linglar. Hey, dadamga aytib qo'ying, 10 kundan keyin meni aql kelsin, ha? Xo'sh. Ma pishkasingni. Farhod. Bu yerda nima qilyapsiz? Ular sizni nima qilib kelyapti? Kirib. Kirib chiqmang, hargiz chiqmang, ha. Farhod. Neymiş? Mehmon keldimi? Siz berib hamroh bo'ling. Bu yerda men bor. Farhod. Bu yerni qanday topdim? Meni quduq qazig'alar bilan aloqalashib bergan tursangiz, sizni topmoq tasmidi. Bu yerga kelmasang bo'ladi. Nemishqa? Nemishqa mendan qochib yurisiz? Qarang, talab ketganingizni. Mening qiladigan ishim bor. Siz hodigagan qurilish nada? Qurilish atritidagilarning suv tatiyotganligini ko'rmadingmi? Shunga sizning mishad ekanligingizni bilgandim. Qizchaq. Qani, choy iching, ha? Siz bu yerning xo'jayinimi? Shundoq. Qizchaq, tomoq yemsiz? Qosqimtoq. Kechiringlar. Farhod, siz bu yerda nima ish qilasiz? Ishlayman. Ishlayman? Kimga ishlaysiz? Uningga. Ha, cho'lda ishlayman dang, ha? Qiziq. Farhod, meni oldimang. Ikkimiz o'rtaroq so'zlasak bo'ladi. Hadiya.
Aramızda sözleşkide hech qanday ish yo'q. Bu yerdan darhol ketgin, ha? Nemişqa ketaman. Siz meni davomli tanqandek qizib olib chog'laysiz. Oyada yatak o'rlashtirib qo'ydim. Berib turma. Siz ma'qul bo'lsangiz dadamga deb tanqandan chiqib ketaman. Hadiya. Sen yaxshi qiz ekanligingni bilaman. Biroq bu yerga kelmasang bo'ladi. Nemişqa? Sana chiqdim dedim-ku. Meni tushunmaysan. Men to'g'riliq hech nimani bilmaysan. Men sizga necha qatim degan-ku, sizni uncha ko'p tushuntirishingizning hojati yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman. Sizga cho'qinaman. Sizni chin qalbimdan sevaman. Yo'q. Aniq dema. Salima. Men uxlamoqchi. Ish bo'lsa ertadan. Kechiring, avar qildim. Sizni bir mehmonga hamroh bo'lib beramikin deb edim. Farhod. Bu yerning qandoq joy ekanligiga qaramay kiygan kiyimni qara. Siz meni qar kiyim kiyishimni yoqtiradingiz emasmi? Ko'rinishga cho'ng ko'rinaman. Qani, topchab bering. O'ynab beray. Chapasingizchi. Bo'ldi. Deganda qaytib ketdi. Mashinada tushinglar. Hajringlar. Yana bir qavoqxona ekan emasmi? Yana bir arovkada ichidikamiz sizda. Aka. Buni qachon bilishimiz? Hozir bilishaylik. Ajab chiroyli bir ayol xo'jayin. Jiringlar. Ayol xo'jayin bilan bir tas. Yaxshina xo'jayin. Qo'lingni tut. Nomus qilishsang-chu. Ko'zimda yo'qolish. Nima deydim? Asol-tak. Ajab bir noch ekan. Buni berib beraylik. Bo'ldi. Bora. Sen aka. Chiq. Yo'qolish. Chiqib bo'l. Mashina o'tirdim deb. To'xta. Mashina chiqdi.
Seni bırak. Şunu. Boşuna şunu. Şunu. Bırak gel lan. Tuz durun lan, tuz durun lan. Yani ilişip bakamsa? Yok. Ben sizdek bir noçu bilen tanışkanlığım için çin kalbimde kayılmen. Biz siz bilen dostu olmakçı. Benim ismim Tahircan. Sizler yakımam sizler. Ben çoğum. Ben Kurban. Benim ismim Siyit. Biz siz bilen dostu olmakçı. Benim ismim Ferhat. Bayağı satışıp koydum. Erişmek için tepşimas yaptıkken biz daim bir yerden ütüp durmaz. Bundakin iş yok kalsa bizge aytap koyarsınız. Elbette. Oldu, bu akimiz bolduruk demasın. Qani, maşınık çıkın. Durun, şuna qilay. Xo'sh Ay, to'xtab turinglar. Lay. Aras, bu mening singlim Hadiya. Uni sog'-salomat shaharga olib qo'ysanglar. Sizning singlingiz bo'lgandan keyin biz uning bexatarligiga qat'iy kafolat qilamiz. Qani xo'sh. Xo'sh. Ferhat, seni hoyliq başlap topla. Bu öteni başqalarga berib o'tib, yiroq joylarga ketaylik. Bo'ladi. Men sizni yiroq joylarga ketay. Ferhat, siz pek o'tdankensiz. Salima, men eshikni ochib. Eshik ochiq. Kirayver. Yo'q, men azaldan ayollarning yotqiga kirgan emas. Yanala sizning chiqqingiz yaxshimikin? İşiniz bormidi? Shahar kirib chiqaymikin deyman. Yana shaharga kiramsiz? Bu yerdan ketayli deyishdi-ku, shunga men shaharga berib muhim bir ishni bajarib bo'lgandan keyin qaytib ketishning tayyorligini qilaman. Sizdan xotirjam bo'lolmayman. Qachon qaytib kelasiz? 2 kundan keyin. Iloji bor tezroq kelaman. Bugunmi vazifa o'tiga chiqdingizmi? Shundoq, sizning yardamingizni izlab kelib edim. Qani o'tiring. Yana uni istab qopsiz-ku. O bir ketdimi? U yo'q. Rostini aytsam, uning bizning qochib yurishning hojati yo'qdi. Rostli yo'q. U shaharga kirib ketdi. Qachon? Bugun atigan. 2 kundan keyin chiqmoqchi. Bizni aldavatmaydigansiz. Yo'q, sizlarni oldiganim yo'q. Biroq siz uni izlab qopsiz-ku. Uning burungi dilo bilan chetishligi bordi. Uning bu dilo bilan chetishligi bo'lsa, u jinoyatchi-kanda. Hozircha bir narsa yemayman. Uning bilan ko'rishgandan keyin hamma ish oydinlashadi. Emin deycan, siz uning men bilan bo'lgan munosabatini deb. Men qaraq Salima. Xato tushunib qolmang. Men vazifamni astoydillik bilan ijro qilyapman. Biroq siz uni tonimayman. Uning bilan ko'rishim baxmagan degan so'z. Men uni tonimayman. O'tganda ko'rishdim burunmi, uni ko'rmagan. Yiliqi dilo yuz berganda men tax saqcha emasdim. Keyinchi bu diloni men qabul qildim. Uning ustiga bu dilo yaqinda yana bir qatim tilg'ilinib qoldi. Shuning bilan kallam qayib ketdi. Uning materiallarini yana bir qatim ko'rib chiqdim. O'tganda uning bilan ko'rishgandan keyin darhol esimga keldi. O dal biz izlayotgan
Yeliqi odamning o'zi bo'lib chiqdi. Anda xo'sh raskatni qiling. U haqiqatan jinoyatchimi? Hozircha sizga bir narsa bermayman. O yo'q bo'lgandan keyin biz ketaylik, Salima. Siz uningga deb qo'ying. O bizni saqlab tursin. Yoki bo'lmasa bizni izlab borsin. Bu uning o'ziga foydali. Salima. Xotirjam bo'ling. Sizga boshqa og'irchilik yo'q. Endi biz ketdik. Salima. Men bilmayman. Nega bormiz? Tez bo'ling. Men de kiyimlarimni yengishlimga tirsam. Bo'ldik, mashina kiyib, bo'lmasa ulguramaymiz. Tez bo'ling. Vladimir nega bormoqchi? Bahçe Mashina to'xtadim. Bo'lmasa mashinadan tushib ketma. Ahmoqlik qilma. To'xtadim. Mashina to'xtadim. To'xtadim deyman. Saqchi qo'llab kelayotdi. To'xtadim deyman. To'xtasak bo'lmaydi. Agar mashina o'rilib tushsa, ishkilimiz tugaydi. Men qochqin bo'lishni xohlamayman. Meni qochib ketgim yo'q. Mashina to'xtadim. To'xtatmasam Rasululloh mashinada sakrayman. Bu jonliqmi? Lozimi yo'q. To'xtadim. Mashina to'xtadim deyman. Mashina to'xtadim deyman. Sen amanet. Salima. Beni qo'yinglar. Salima. Onda qilma. Meni qo'yinglar. Salima, men sizni so'yman. Bilamsiz? Mana hozir bu dunyoda ikkimiz qoldik. Taqdir qismat degan shu.
sizning eringiz bo'lishimmi? Xudoning irodasi. Bizni hech kim qo'g'lamagandi. Yo'q. Siz turib turing. Mana qarang. Sizga lozimlik narsaning hammasi buning ichida. Sadime, men sizga hammani deb beray. Men rostilla saqchilar qo'g'lab yurgan qo'shqon. Biroq men jinoyatchi emas. Men bir yetim bola. Meni hammomning yo'ldoshi dab yasaydigan bir peshqadam san'atkor beqib cho'ng qilgan. Men 20 yoshga kirgan yili uning o'g'li savallik bilan odam o'ldirib qo'ydi. Naq maydonda bo'g'anligim uchun bek qo'rqib ketdim. Navir akam qotillik qilganda ishlatgan pichoq mening pichog'imdi. Navir akam bu bola qazoni menga dengab qo'yg'ashqa soqchilar tutib turib tekshirdi. Men erkinlikka tashnatdim. Bir kuni men bir kaptarni qo'g'lab tutib turish o'rnidan oxir qochib ketdim. Siz begunoh bo'lgandikin o'zingizni aqlashingiz kerak-da. Yo'q. Navri akamni ko'ra ko'zim yo'q. Shunga men taqi chiqib ketib, bir ibtidoiy ayloqqa berib qoldim. U yerda nurg'unlagan bo'g'imning yuzi devir qaylog'i ega bo'ldim. Shuning bilan men boyib ketdim. Shu tufayli bir yerda turishga petinamay hamma yerga qatirab tijorat bilan shug'ullandim. Andaqda qandaq bo'lib bu cho'lga kelib qoldim. Hayotning sinoqlarini boshdan kechirgan odam pulni pisatdiga olmaydi. Pul degan odamning ruhini xotirjam qiladigan narsa emas. Men tutib turish o'rnidan qochib chiqib cho'lga kelganda daryoz pasladi. Atrof quyoshning teptida o'tda qizib ketgan. Suv bo'lmag'achqa cho'lda loyga o'xshash bo'shab yiqilib qoldi. Tuyuqsizlar levamga nam takkandek bo'ldi. Ko'zimni ochib qarasam, geolog atrofidagi birsining menga suvdan bilan suv ichirayotganligini ko'rdim. Shuning bilan put-qo'limga jon kirib bu cho'ldan qochib chiqdim. Men geolog atrofidagi heliqi yigitni hargizmi esimdan chiqaramayman. Qaytib kelibla ularning oil tavobatlarga minnatdorlik bildirmoqchi bo'ldim. Unda qilmasam, men ruhim menga orom topolmaydi. Keyincha sizning qilayotgan ishlaringizni bilib, yordam qilishni aytib keldim. Bumi sizni yaxshi ko'rib qolishimdagi sababning biri. Siz qonun orqali o'zingizni aqlashingiz kerak. Endi o'lgiranmayman. Hammamning yo'ldoshi allaqachon olamdan o'tdi, faqat ilqidobli qoldi. Navri akamning mashina hodisasida o'lib ketdi. Menga guvohlik beradigan birmi odam yo'q. Qadrligim, menga ishining. Men sizga guvohlik beraman. Bugungi kunda men sizni deb hayot yuryapman. Hamma narsa siz uchun. Men sizni elib, shiroq joylarga ketaman.
Siz mening hayot turishimdagi birdan bir kuch qudrat. Sizga ishonaman, Farhod. Rahmat sizga. Menga tegamsiz. Söyümlügüm. Qandaq? Men tush ko'rmaydigandaman. Yo'q, bu tush emas. Reallik. Rost, muhabbatga to'lgan reallik. Men ayol haqning bundaq she'rim bo'lganligini o'ylab boqmabdi ekanman. Sirti bir şey bo'ma? Sizni hozir o'tdan yana kelgan vaqtingizni selishtirganda butunlay boshqacha bo'lib ketdingiz. Farhod, gapimdan og'irnib yurmang. Eng yaxshi qonunga tayinib, paketning aynan qiyofatini oydinlashtiring. Mushkullarda saqchilar sizni qo'g'lab yuradi. Bizning yirik joylarga ketishimiz mumkin emas. Bundoq yoshirinib yurishimiz emas. Biz cho'qim erkin ozod yashashimiz kerak. Salima, meni yana bir qitim erkinlikdan mahrum bo'lsin demsiz? Bo'ldi. Menga jiq yo'l ko'rsatma. Qadrligim. Bu yerda uzun tursak bo'lmaydi. Qancha tez ketsak shuncha yaxshi. Birdam saqlab turing. Pastga tushib bir narsa ochib olay. Hozirlik kiraman. Farhod. Xotirjam bo'ling. Xenim, buni ilvatgan bo'lsangiz. Ma'qul. Farhod aka. Ay, Toyirjon. Sanmitdim. Bugun ishimiz yo'qdi. Bir narsa og'ini bilan tas o'ynab o'tdik. Sizni ko'rib ben xush bo'lib ketdim. Siz bilan birga o'ltirgansak yaxshi bo'ladi. Rahmat, bo'ldi. Singlingiz hadiyani ko'rdingizmi? Yo'q. Biz sizni saqlaymiz. Hadiya mashq qilib o'tadi. Birga keling. Ma'qul, bo'ladi. Salima. Ha? Qarang. Ha? Nimachi ko'p pul bu? Shundoq. Qarang. Bu dollar. Bu dollar. Qarang.
bo'lmadilar. Salim, biz bunday turmushimizni yaxshi o'rinlashtira olamiz. Xotirjam bo'ling. To'xtang. Bu sizdan emish qildi. Bu sizdan emish qildi. Anvarning sudini qandoqlarcha sizdi bo'lib qoladi. Sizni qutuldirgan yiliq yo'lik atirsidagi yigit. Anvarmi emasmi? Men bilmayman. Qani ayting. Siz Anvarning sudini tatug'ashqa. Şunu o ıslak çölde ölüp gende. Hey. Bu iş yadımga kelsila. Men To'xta. Suv.
Gözünüzü için. Gözünüzü için. Gözünüzü için. Gözünüzü için. Selime. Selime. Gözünüzü için. Ah Xuda, mah kudret ataqsan şu. Selime. Selime. Sen Enver'ini öldürüpsen. Sen benim yerimni öldürüpsen. Selime. Meni de sen sürü dəbirim. Günahının ornunu doldur alayım ben de boylamsan. Bilime. O ölüp ketkendim başlap. Meni ruhim bir gün müteş bulmadı. Benim Enver'im günahsız. Sen onu öldürüpsen. Sende mehr şefkat yok ki. Bana emdi. Ben özlemnimi sana tapşırıp öldürüp değil mi? Andaqda senin ruhin dehimi teş bulamaydigan bo'ldi. Enver, ben sizga yuzkilanmayman. Enver, ben sizga yuzkilanmayman. Selime. Men kechirim qilishga loyiq emas. Bu jinoyatni kechirmishimni o'zingiz bir taraf qiling. Enver, ben sizga yuzkilanmayman. Ölüşk değişti ki. Aslida men. Selime. Selime. Hamma günahni mani men qilgan. Ölüşk tegishli odamman. Bu pullarning hammasi sizga qolsin. O'zimni qanday bir taraf qilishni obdan bilaman.
Emin diyeceğim. Bu ben. Halimata, neymişki bunca hoş öp gettiniz? Halimata, sizge neyim boldu? Taratçı, onu erketti. O kaçıp gitti. Kaçtı? Nerede kaçtı? O kaçıp gitti. O diye kaçkın. O benim erim öldüğün. Neyime davetsiz? Soran buldunuz mu? O rastlık içip gitti. Bu onun pulu. Siz apırıp işledim. Ben bir yere pulunu dep gelmeyeyim. Belki onun özünü dep gelgen. Ben onu söyleyeyim. O sizin kalbinizdeki kahraman mı? Hey İzzet. Siz toğluma neden gelsiz? Halime. Bir iş buldu mu? Emin diyeceğim. Ferhat kani. O kaçıp gitti. Kaçtı? Sizler onu tutkul geldinler mi? O rastlık kaçkın mı? Biz onun dilosunu tekşirip gördük. Onun nevri akisi ölüp ketişten ilgiri aynen ahvalını bizge dep bergen işken. Qaraganda Ferhat cinayetçi emas da qiladi. Lekin biz ona cho'qim tepishimiz kerak. O mening erimni o'ldirib etdi. Salima, biz uni darhol topmasak bo'lmaydi. Yo'lga chiqaylik. Hay, Toyib, men bu bilan boray, ha? Bo'ladi. Sharqiy yo'l, sizlar 8 numurlik rayonimizdanglar. Janubiy yo'l, sizlar Qumtog'ni yaqinlab bizdanglar. Uni sog' salomat tepinglar. Vaqa chiqib qolmasin. Emin deyjam, bir ish chiqib qolmas. Xotirjam bo'ling. Chapsan bo'ling. Xayr, xo'sh, baxtli bo'ling. Hey! Salima! Sizni iskilamayman! Salima! Men
Ben sizga yuz kelolmayman. Enver, ben sana yuz kelolmayman. Enver, ben sana yuz kelolmayman. Ferhat, bu yakacak. Seni saklap tuğallak işin. Kolunu tak Ferhat. Ne mi kılay deysen? Men bu qilishga bo'lmaydigan odam. Ferhat, bunda kısaz bulmaydı. Bunda kılma. Ben. Hadiye. Özağını besip al. Sen özağını kutuldurduğun yolga mağsan bolayıverdi. Şu taptı kolunda xencerini batırlık bilen kökürgünge sağsan. Hemmedin. Hatırcam bolasan. Lekin sen bilen birge yaşayan adamlarning ro'yi mangu hatırcam bo'lmaydi. Sen muşundaq manevi jihatda shaxsiyatchi, sepi o'zidan qo'rqinchoq odammi? Men kechirishga bo'lmaydigan, ruhi bulg'angan odam. O'z gunohim o'zimga. Salima acha, at tijoratni boshlaydigan birinchi kun ko'pchilikka bir necha ig'iz so'z qilib bersangiz. Ma'qul. Xizmatingizga utuq, ishingizga muvaffaqiyat tilayman. Qani ems boshlanglar. Xotin, yo'q ishlarni o'ylab yurguncha bor. Anda sen har kuni seni suyman degani? Albatta degani. Emin diyeceğim. Bugün sizni qaysi chavriniz bu yoqqa uchirib keldi? Anglasam sizlarning o'tang borgan sari yaxshilab ketilibdi. Bir ko'rib boqay deb kelib edim. Qani, o'tiring. Emin diyeceğim, almayan. Rahmat. Bu yeni yordamchi cho'qim Hadiya xonimga deyman. Shundaqmi, Salima?
Yo'q, bu oshxonani ikkimiz ichyapmiz. Bu yoqmi xo'jayin? Ha, ikki xo'jayin bo'ldi edinglar. Ha. Bu yerda neft bor ekan. Neft nachadigan qo'shin pat yaqinda yetib kelishidi. Andaqda bu yer neft shahar bo'ldi ekanda. Vazifa ijro qilaman deb pat-pat keltirasiz. Hukumat ishi bilan. Iminika, anlasam bir bir peyçir soqorildi ekan. So'janga cho'qimsiz bo'lsa-ku deyman, a? Meningcha bu yerga bir ayol so'jan keldi-ku deyman. Menga kelsak, men bu yerdan ketib boshqa bir o'ringa boraman. Men bugun sizlar bilan xo'shlashgani keldim. Salima, qaysarlik bilan yashaydiganligingizga ishonchim komil. Men sizga chin qalbimdan baxt tilayman. Baxtli bo'ling. U boy siz bilan so'zlashayotganda uning ko'zlaridagi sizga bo'lgan muhabbatni ko'rib qoldim. Salimacha, nemish buni bilan to'y qilmaysiz? Uning kelgusi buningdan go'zal bo'lishi kerak.